Audiomusic.com da premyera. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Bu dunyoda qanotingiz, izingizman dadajon. Sizga havas qilib o'sgan qizingizman dadajon. Mani baxtim ham omadim, siz o'zingiz dadajon.
Men uchun qonundir har dam, har so'zingiz dadajon. Yelkamga suyaning, tog'ingiz bo'lay dadajon. Dardlaringiz men o'zim olay. Bu hayot yo'llarida, yomg'iru do'llarida yo'lingiz yoritgan chirog'ingiz bo'lay. Yelkamga suyaning, tog'ingiz bo'lay dadajon. Dardlaringiz men o'zim olay. Bu hayot yo'llarida, yomg'iru do'llarida yo'lingiz yoritgan chirog'ingiz bo'lay. İsmoiljon akajonimizni 53 yoshlar bilan muborakbod etish uchun hamma joni jigarlar, barcha yaqinlar tashrif buyurganmiz. Akajon sizni tavallud ayomizdan muborakbod etamiz. Sizni bir-biridan chiroyli, latofatli go'zal qizlaringiz nomidan o'g'lingiz Musodillah muborakbod etyapti. Musofirlikda mehnat qilib yurgan o'g'lingiz sizni juda ham yaxshi ko'rdi, juda ham sog'inibdi. Otani xursand qilish uchun biz hamma narsaga tayyormiz deyapti. Ilohim vaqtingizga bor bo'ling. Farzandlar baxtiga sog' bo'ling ilohim. O'g'il qizlarning baxtini Madinaxon bilan birgalikda ko'rish nasib qilsin. Jon jigarlaringiz xatolardan xato bo'lmaylar hech qachon.
Endi sizga marhamat bor. O'to'g'risizlar. Ilohim baxtlarga o'tadilar bor, bo'lishsin, savob bo'lishsin. Endi bilan o'zga savob. Aytib qolamiz, tashlab eshitib olamiz, xalaq beryapsizlar. Yaxshi qilamiz. Otajonim, har bir karvon boshida bir sarvon bo'lar. O'sha sarvon karvonlarga posbon bo'lar. Sizga atab she'rlar yozsam doston bo'lar. Hayotimga sarvonimsiz otajonim. Armonlarning qarshisida bosh egmagan, sinovlarning qarshisida bosh egmagan, alamlarning qarshisida bosh egmagan, ulug'lari osmonimsiz otajonim. Bolam deya halol luqmat ishlatganim, nasihatla yuragimni ushlatganim, qo'l uzatsam yulduzlarni ushlatganim, umidimsiz, imkonimsiz otajonim. Hassalarni ushlatmayman qo'lingizga, vujudimni gilam qilay yo'lingizga, boyligimsiz otajonim. Yonimdasiz, kerak emas menga dunyo. Dunyo nima? Bir yon sarob, bir yon ro'yo, faxr bilan ash'or bitdi zohid ziyo. Uyim ko'rki bir fayzimsiz otajonim. Har bir karvon boshida bir sarvon bo'lar. O'sha sarvon karvonlarga posbon bo'lar. Sizga atab she'rlar yozsam doston bo'lar. Hayotimga sarvonimsiz otajonim. Otajon, farzandlar baxtiga sog' bo'ling, umringiz uzun bo'lsin, shukroniyatingiz muborak bo'lsin. O'g'il qizlaringiz mana oliygohlarda o'qityapsiz ekan qizlarni, ularning baxtlari ham o'ziga o'xshagan go'zal bo'lsin. Tushgan qizlarimiz tushgan joylarda aziz mukarram bo'lishsin. Musofiqlikda mehnat qilgan o'g'lingizni ham Alloh o'zi panohida asrasin. Sog'lar muborak bo'lsin. Shunaqa sog'larni kutdingizmi? O'ylamaganingizda, kutmaganingizda shunaqa chiroyli sovg'alar qilgan o'g'il qizlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Endi baxtli xonadonga chiroyli musiqa taqdim etamiz. Hammani bayram rahmatiga taklif qilamiz. Marhamat.
Otam bilan birga to'g'risida davrangiz markaziga va yoniga mana shu xonadonning yana bir aziz mehmoni, aslida mehmon emas, mana shu xonadonning yana bir o'g'loni Muhammad Ziyoni taklif qilamiz. Muhammad Ziyo, marhamat o'g'limni to'g'rasiz taqdirladigan. Bugun Amakijonisi bilan bir kunda tavallud topgan Muhammad Ziyo o'g'limizni ham tug'ilgan kuni 17 yoshga to'ldi o'g'lim. Naqron yoshingiz, yigitlikning eng go'zal pallasi muborak bo'lsin. Hayotingiz juda chiroyli o'tsin. Ilohim ota-onangizga rahmatlar, duolar olib beradigan o'g'lim bo'lganingiz chin bo'lsin. O'g'lim, bugun quvvatim bor, shijoatim bor. Har bir yumushimdan to'ladi ko'nglim. Yoshim o'tib senga bo'lsam muhtojlar, yelga tutib doim tog' bo'lgin o'g'lim. Bugun salomatman, shukr, ming shukr. Ko'zlarim porloqdir, toparman yo'lim. Keksalikda olsin desangar huzur, ko'nglimni gullatuvchi bog' bo'lgin o'g'lim. Sen bor umidlarim oshgandan oshar. Baxtingni tilashdan duoda bo'lim. Yaxshi bo'lsang onang ming yillar yashar. Iymoni butun inson bo'lgin jon o'g'lim. Men sendan nimalar kutyapman axir. Bo'lar deb bir kun ham o'ldi so'lim. Menga seni berib siylagan Robbim. Suyansam qo'ymas tog' bo'lgin o'g'lim. Ko'nglim gullatuvchi bog' bo'lgin o'g'lim. O'g'lim ilohim ota-onangiz umidlarini ro'yobga chiqaruvchi yaxshi inson bo'ling. Shukrlaringiz muborak bo'lsin. Har ikkala tug'ilgan kun sohiblariga bugungi chiroyli ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlar hayotingizda bardavom bo'lsin. Endi chiroyli tug'ilgan kunni nishonlash uchun xonadonga tashrif buyurgan eng aziz mehmonlarimiz ammajonlarimizga so'z beramiz. Keling ammajonlar, tabriklab qo'yasizlar. Assalomu alaykum hammalariga. Menjar tug'ilgan kuningiz bo'lsin. Bunaqa yaxshi ko'pini ko'rgin. Baxtimizga sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Hamisha qayda bo'lsang ham Alloh o'z panohida saqlasin. Muhammad Ziyo ham katta yigit bo'lsin, yurt so'rasin. Amin. Ilohim mana shukrona kulib yuraylik. Baxtimga sog'inglar hammalaringiz. Sog' salomat bo'ling. Bugün biz Türkiye'miz, Sumacı, Olacayanımız, Sumacı ayolundan yığılgan ekanmiz. Uyga uzoq umr, salomat bo'ling. Doim tinchlik bo'lsin, uyqularing, umrlaring uzoq bo'lsin. Nima niyatlaylik. Muhammad Ziyo. Bunday yoshlarga ko'plik ko'ringlar. Hamisha Allohning panohida bo'linglar. Nimaki niyatlaring bo'lsa niyatlaringiz yetishsin. Ismoiljon, farzandlaringni baxt kamolini ko'rib yurgin. Allohim qo'shganing bilan qo'sha qarisin. Hamisha doim quvonch xushalliklarda bo'lgin. Eng yomon kuninglar shu bugungi kuning bo'lsin-da. Doim yaxshi kuning. Muhammad Ziyo, nimaki niyating bo'lsa ro'yobga chiqsin. Allohim seni ota-onangni baxtiga, bizni baxtimizga doim ta'min joyingni sog' qilsin. Hamisha umring uzoq, rizqing ulug' bo'lsin. O'qib olim bo'lgin. Nima bo'lsam niyatingizga yeting. Yoshlikda qilgan niyating ba'zi ro'yobga chiqsin. Beruvchi, ehsonli boylardan bo'linglar. Hamisha omadlaringni bersin. Allohim o'zi saqlasin panohidan. Yaxshi o'qidinglar. Siz tufayli inson bo'ldim. Duo qiling, tezroq o'zing yurtimizga xizmat qiling. Rahmat, hamma ishtirokchilarga bizlar qo'shamiz. Muhammad Ziyo yuzga kirganda ham mana shu amakilari, qarindoshlari hammalari yonida tursin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Endi sizlar uchun chiroyli musiqa taqdim etamiz. Hamma bayramlariga marhamat. Siz
Qarab turinglar. 1 2 3. Yana bittalaman. 1 2 3. Endi aziz mehmonlarimizdan birinchi kupletiga Odina Xonxonani so'zlar ekan, ikkinchi kupletiga akam bilan kelinadi. İkinci kuplet kattadan bo'lsin, kattadan. İkinci kupletiga qarab bo'lsin. Yo'q. Musulmon boshlaymiz. Olqishlatamiz. Yeah.
Xorazmga ketoni Xorazmdan chiroyli ishtirok uchun juda chiroyli ijro etib berdilar. Rahmat kattakon. Qaysi birlari g'olib bo'ldi? Qarsaklardan avlaymiz. Birinchi juftlikni olqishlaymiz. Ikkinchi juftlikni. Rahmat, sağ bo'linglar, ko'z tegmasin. Mehr muhabbatinglarga ko'z tegmasin. Doim shunaqa o'ynab kulib xursand bo'linglar. Mana bugun sizlarga bir yosh orttirgan. Akamlar 25 yoshga, qizlar 18 yoshga qaytishdi. Hojilar ham model ko'ngli bor opa. Ularning sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Endi kelar musodillarni, hamma musofirga yurgan farzandlarimizni bir eslab olamiz. Allohim hamma musofirlarimizni panohida asrasin. Ularni tan jonlari sog' bo'lsin. Umr ko'z va qoshning orasi, yurtda qolgan yurak porasi. Yo'qdir balki o'zga chorasi, Rossiyaga ketgan dadalar. Qolay deya doim yurib, sekin yurmas, yurar yugurib. Pulni yerdan olmas supurib, Rossiyaga ketgan dadalar. Telefonda yolg'ondan kular, yolg'iz qolsa sochlarini yular, urushlarsiz frontda ular, Rossiyaga ketgan dadalar. Goh qattiq nonni tishlaydi, kecha kunduz demay ishlaydi, sovuq va o'nlarda qishlaydi, Rossiyaga ketgan dadalar. Izg'irinli ko'zga ilishmas, xiyonatni istab qilishmas, xotirjamlik rangini bilishmas, Rossiyaga ketgan dadalar. Bilmas qo'yin olaligini, ko'rmas ipak tolaligini, bolasining bolaligini, Rossiyaga ketgan dadalar. Ayoliga sog'indim demas, faqat tushda pushaymon emas, xursandligi haqiqat emas, Rossiyaga ketgan dadalar. Mehri bering turmasdan koyib, hayo bilan ketmasin qoyib, qolar u ham bir kuni boyib, Rossiyaga ketgan dadalar. Sog'inchlari aslida quloch, gohida to'q, gohi qorni och, taqdirda der, yo'q o'zga iloj, Rossiyaga ketgan dadalar. Tushda onasini quchadi, yuragidan tog'lar ko'chadi, har tun tushda uyga uchadi, Rossiyaga ketgan dadalar. Taqiq qilar jonini xatar, yaxshiman deb yozadi xabar, ketmaymandir, kelsa har safar, Rossiyaga ketgan dadalar. Xayollari doim sizlardan, o'zi qor yeb sizga tutar qand, kim onamdir, kim esa farzand, Rossiyaga ketgan dadalar. Yurtni eslab somsalar yopar, ne qilsa ham halol rizq topar, suratlarni pinhona o'par, Rossiyaga ketgan dadalar. Duo qiling sog' bo'lsin joni, sizdek kezib chiqar dunyoni, nafsi kabi haloldir noni, Rossiyaga ketgan dadalar. Haq qo'llasib qiynalgan paytlar, siz uchun bu yozilgan baytlar, inshaalloh salomat qaytar, Rossiyaga ketgan dadalar. Ko'ring farzandingiz bo'yini, boshi bo'ling ular to'yini, bo'ldi chalmang sog'inch kuyini, Rossiyaga ketgan dadalar. Daraxt bo'ldi nihol sadalar, unutildi qancha va'dalar, intiq kutar, yo'l qarab ko'zlar, qayta qoling endi dadalar. Ilohim hamma musofirlarni Allohim panohida asrasin. Topganlari farzandlarini, ota-onalarini yaxshi kunlarga nasib qilsin. Allohim omonat barra butunlikda yuz ko'rishni nasib etsin. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Hamisha xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Endi tabrik uchun yana xonadonlarga so'z beramiz. Bugungi akamning tug'ilgan kuniga musofirlarning oldidan kelgan, Rossiyaning o'rmonlaridan kelgan eng zo'r sovg'amiz bor. Mana sovg'ani kutib olamiz.
Ro'mol bilan dadingiz ko'zini bog'laysiz. Turgan joyida va qo'liga ma'lumotlashtgan berasiz. Qarang. Mo'ljal olib buni ko'rib oladi ekan. Ko'zini bog'lagandan keyin ko'zi bog'langan holda muzikaga raqsga tushib kelib, urib yiqitas ekan. Yoshlarga navbat kelganda yoshlar 3 marta aylansa turgan joyda birinchi akam, keyin katta akamiz, keyin Odinaxon, keyin ham shunaqa davom ettirasizlar. Keyin yoshlarga navbat beramiz. Bolajonim tegmaymiz. Agar start ketishga
atrofingda shuncha oshiq turganda ko'zing faqat meni ko'rgani shirin qo'l ushlashib kirdik sevgi bog'iga qizarib qaradik qizg'on tog'iga biz hakdan qo'yilgan ish bemorida ismimiz yonma-yon turgani shirin S+M barobar sevgimsen buncha harjanmaydi hayotim Kelinchak qizimiz, ota-onamiz xizmatlarini qilib duosini olayotgan kelinchak keling sening. Assalomu alaykum barchaga. Xonadonimizga kelgan ammajonlarim, xolajonlarim, hammanglar xush kelibsizlar. Bugun dadamiz tavallud kunlari, doim shunday shukrona kunlar, ko'plar inshaalloh bizga baxtimizga doim sog' bo'ling dadajonim, umringiz uzoq bo'lsin.
ayam bilan qo'shiq ayting. Doim shunday bir-biringlarga mehr oqibatli bo'lib yuringlar. Qo'shishlarga boringlar. Hech qachondan chekmanglar. Doimo yonimizda bo'linglar. Sizlarga ming rahmat. Shunchalik qilganinglar uchun ta'zimdaman. Ikkovinglarni ham juda yaxshi ko'raman. Baxtimga uzoq umr ko'ringlar. Doimo yonimda bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ikkovinglarni ham men juda ham yaxshi ko'raman. Siz jonim, baxtimga sog' bo'ling, ayojonim. Amin. Jonim tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Bunaqa yoshlarni ko'p qiling inshaalloh. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'p inshaalloh bering. Keyingi yil xuddi shu paytda boshqacha syurprizlar sizni kutib olaylik. Keyingi yil ham doim yonimizda bo'ling, baxtimizni ko'ring. Rahmat shunchalik bizani o'qitib qo'yayotganingiz uchun, har bitta narsamizni aytganimizni muhayyo qilayotganingiz uchun. Sizga o'xshaydigan dada yo'q hech qaysi dunyoda umuman ham. Siz bormisiz, borligimizsiz. Siz borsiz biz yashab yuribmiz shunday zo'r sharoitlarda. Rahmat buning uchun. Tashakkur sizga. Oyijon sizni ham juda yaxshi ko'raman. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Akam nomidan ham tabriklayman. Doim shunday xursand bo'lib yuringlar. Hamisha baxtimizga sog' bo'lib bosh-qosh bo'lib yuringlar. Aka sizga ham rahmat. Dadam shunchalik ko'nglini ko'tarib shunday syurprizlar qilganingiz uchun. Siz ham hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Doimo yonimizda turing sizdan. Siz baxtimizni ko'ring. Bitta emas, 10 bitta akamiz bor deb yuramiz. Hech qachon sizga o'xshaydigan aka yo'q. Hech qaysi akasi o'rningiz bosa olmaydi. 10 ta, 5 ta akasi bo'ladi oldi ham siz ajralib turasiz. Rahmat sizga ham akajon. Rahmat qizlar. Endi ota-onamiz oldiga qizlarni taklif qilamiz. Hamma qizlar to'g'risida ota-onamiz oldiga. Qizlar jonlar. Aziz qizlarim, singillarim, ota-onalar baxtlarga sog' bo'lsin. Shoir haq, onalar misoli malak. Onam yuragining naqshi bo'laman. Mitti qizchasini ko'targan bilak, dadam qo'llarini yaxshi ko'raman. Gar menga dard kelsa onam yonadi. Mendan ko'p og'irlar buni bilaman. Ko'z yoshim berkitib mag'rur turadi. Aldoqchi dadamni yaxshi ko'raman. Ona qizim deydi xalqimiz qizni. Ota qiziman men, faxrlanaman. Dadajon, asqasin Allohim sizni. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Jannatga yo'l bo'lgan mana shu qizlarning baxtiga, o'g'liz sotlarning baxtiga, mana shu kelinchak qizimizning baxtiga, nevaralar baxtiga sog' bo'linglar, qo'shiq qaringlar. Birgalikda hayotning eng yaxshi nurafshon kunlarini birgalikda ko'rish nasib etsin. Bu sovg'alar ichida eng oddiysi bo'lsin. Xudo xolsa keyingi safar sizlarga umra va hajga chipta topshirish uchun ham biz kelaylik. Kutib olish uchun ham kelaylik, ilohim. Xonadonlarda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Ammajonlarimiz, momojonlarimiz, hamma joni jigarlar sog' bo'linglar. Xatolardan xato bo'lmanglar. Azizlar, sizlar bilan onamga sovg'a loyihasi ijodkorlari birga bo'ldik. Ko'p yillik tajribaga ega onamga sovg'a loyihasi ming-minglab xonadonlarga quvonch, baxt ulashib yuribmiz. Shularning qatorida bugun sizlarning xonadonlarga quvonch ulashiga sababchi bo'lgan bo'lsak, Alloh bizning mehnatlarimizdan rozi bo'lsin. Sizlarni ham yaxshi kunlarda yana uchrashguncha omon bo'linglar deb xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar. Endi jon mana shu chiroyli sovg'alar uchun, e'tibor uchun farzandlarga bitta duo qilib minnatdorchilik bildirib qo'yasiz. Shunday tabrik qilgan shu o'g'limga, Isoblajonga va ular qatorida qo'shilmas qizlarimga bariga, Mohimbonu, Shodiyaxon, Sojidaxon, Hadichaxon, Sayyoraxon, Muhammad Amin, Muhammad Aziz, Mumtoz Begim, Muhammad Ali, hammalaringga rahmat aytaman. Baxtingizga sizlar doim sog' bo'linglar. Sizlar bor, men borman. Yurib turashinglar. Rabbana fi dunya hasanatan va hasanatan azabannar rahmatka yo. Sizlarga ham rahmat. Qadrlaringga rozi bo'linglar. Kelibsizlar. Endi bitta o'ylab
sinovlarda qalqonim mening. Bor bo'lsangiz bo'ldi dadajon, dardni yengib polvonim mening. Sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon, ayoz kunda mayli muzda ham, bahor yozu qishmi kuzda ham, 80da ham hatto 100da ham sog' yursangiz bo'ldi dadajon. 80da ham hatto 100da ham sog' yursangiz bo'ldi dadajon. O'tar ekan bir pasda, yelkam tutib qoldingiz xasta. Chidolmayman bo'lsangiz xasta, sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon. Hali birga hajga boramiz, nima xohlasangiz olamiz. Axir sizsiz nima qilamiz? Sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon. Sog' yursangiz g'amim bo'lmaydi, biror tashvishim kamim bo'lmaydi, ko'zlarimda namim bo'lmaydi. Sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon. Dard cheksangiz xonishlar yoqmas, ishlarim ham hech kulib boqmas, ming asalu novatlar totmas. Sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon. Duo go'yim hayot yo'lida, qadringiz doim qalbim qo'rida. Onam bilan uyning to'rida, sog' bo'lsangiz bo'ldi dadajon. Baxtimga siz bor bo'lsangiz bo'ldi dadajon.